Mana bu yutuqdan zo'r ekan do'stlar. Ha kamera yaptım. Burada kamera o'zgartirib o'zimga qarab. Salom do'stlar, sizlar bilan Scarlett. Mana bu YouTube kanaliga qaranglar, zo'r ekan. Robert Gamer 69. Bu soat 10 bo'lib ketibdi. Mana bu narsamni agarotimni ko'r. Bu 4 daqiqaga ketdim men qishloqidan. Mana bu qotanaga qarang. Hozir ham. Mana bu qarang. Mana bizlar mana mikrofon savollar virtual olam. Mana shundan ham o'ynayman men. Men o'zimni videomni ham yuklab oldim. Bu YouTube'ni ko'rib o'tirgan edim. Bunday PUBG o'ynaydi ekan bu odam. Tushunmadim, nimaga o'ynaydi? Mayli, bularni qo'yib olamiz do'stlar. Ketdim men qishloqidan olmoslik nimada agorot tozalaydigan ketmonmi? Ha, ketmon so'rab turaman. Qishloqi. Oh, eshik ochiq ekan. What the fuck? Mayli, u kompyuter bor ekan. O'tirib bosgan ko'rib olaylik. Minecraft. Mayli, faqat Minecraftniki bor ekan do'stlar. Biz sekinga bu yoqqa ketib, nima edi bu? Nima edi? Bilyardmi edi? Sandalye sabun. What the fuck, nima bu? To'da keyin ko'raman. Bu nima ekan? Qiziqib turibmi? Ketdim men boldan bilan. Bu ozgina bu yoqqa surib qo'yaylik. Busiz keyin qo'yamiz joyiga. Koydum. Keyin joyiga qo'yaman, qishloqqa kelishadi. Bu avayli. Lekin birov narsasi lekin. Yo'q, merga aytsammikan? Yo'q, bu ichida bir nimadir bo'lishi kerak. Qishloqqa kelaversa shungacha. Bunday qilib turaman. Nima bu? What the fuck? Instagram ko'rib o'tiramiz. Do'stlar, bu Instagramda 500 podpischi, nima edi? YouTube'da 100 podpischi ekan. Biz 4 podpischi bo'ldik do'stlar. Lekin bundan ham yaxshiroq narsalarga erishsak bo'ladi. Shuning uchun bu nima? Shuning uchun kanalga obuna bo'lsangiz, biz tez videolar chiqaramiz. Bu kanalimdagi ikkinchi video bo'lib turibdi. Nimaga buzib? Qishloqimiz qo'yildi. Endi mana buni ko'rish vaqti keldi. Nima endi bu? Do'stlar? Bu nima? Bilganlar va bu kommentariyaga yozib qo'yinglar. Bu yer to'lami? Bir blok turibdi. What the fuck? Bu zina ekan, zina. Bu nima? Bu yerda hech nima yo'q. What the fuck? Bu yerda shuncha narsa. M16. Bu desatdagi. M16niki do'stlar. Bunga qaranglar. Mana. Bunga qaranglar do'stlar. What the fuck? What the hell, bro? Kallangga qo'yag'imni surtayman hozir. Nima qildi bu? Mana. Mana qaranglar do'stlar. Menga yarashgan, juda ham zo'r
bor ekan. Otam bu. Uxlashiga qo'yinglar do'stlar. Men buni joyiga qo'yib qo'yaman. Bu ertaga ularni olib ketaman. Hozircha bugunchalik tursin. Ertaga aniq olib ketaman buni. Ketdim. Endi buni joyiga qo'yib qo'yaman. Ketdim men. Bu qishloqqa kelguncha qishloqdan so'rab ko'ramiz. Qishloq ko'chikka o'xshaydi. Bu yerdan so'rab ko'raychi. Hammasini joyiga qo'yib, mana shu joyiga qo'yib, bo'ldi, mana shunday qilgan edi. Ketdik. Mehrim yo'q, qishloq ko'ylar, jitillar, merlar qayerga ketibdi? Qishloqda biroz bunga o'xshaydi. Unda ertaga kelarlar. Ertagacha mana shuni qilib olaman. Qotyapti. Nima qilyapti? What the fuck? Nima deyapman men? Menga qarang, pullarim chizma chizib o'tiraman ungacha. Qog'ozdan chizmani. Ertaga meni ishga olishlari kerak. Shuning uchun men mana bu yerda sekingina ishga kiraman-da, shuning uchun. Chizib ertaga ko'ramiz endi buni. Turamiz do'stlar. Quyosh chiqyapti. Haligacha kelmayaptilar. Bu kelmayapti. Mana shu multikni olamiz do'stlar. Qurollarni ularni sotib soqqa qilaman. Bu joyiga qo'yish kerak, joyiga. Siz hayajonlayapman. Hammasini ularni buzib. What the fuck bu? Uyum turd bir. Artık ko'ramiz bir marta. What the fuck bu? Qora ketdi. Do'stlar, zo'r qurollar ekan bular. Endi biz juda ham ko'p ekan. Buni invitimga solib olaman. Drabavik ham bor ekan. Mana berardi. Buni bilan qo'yib olamiz, keyin hammasini birma-bir ko'rsatib chiqaman. Nima qildi? Minecraft baglari desa ham bo'ladi. Qishlog'i bizdan shuncha narsani yashirgan ekan. Lekin bularni men sotmayman. Shunday desa, u meni qo'shnim, ham yaqin do'stim bo'ladi. Sandiqni endi joyiga qo'yib qo'yamiz. Va bu yerdan chiqamiz. Sekingina bu yoqqa qo'yamiz do'stlar. Bo'ldi. Endi menimcha bo'ldi. Hammasi joyiga qo'ydim. Mana bu kompyuterni backup yopib qo'yamiz. Mana shunday turgan edi. Menimcha endi eshikni ilib qo'yamiz. Kiliti yo'q-ku menda aytgancha. Do'stlar, endi sekin gapirishim shart emas. Qishloqda hech kim yo'q. Shuning uchun mana do'stlar, menda invitimda shuncha qurollar bo'ldi. Mana. What the fuck? What the hell? Nima berdan nima qildim? Bunday desam ham bo'ladi. O'chirib qo'yamiz. Hozir Svetdan menga pul so'raydi. Desa, endi mana bu yerga qo'yamiz. Mendan so'radi. Pullarning hammasini bir staklab qo'yaman.
staklab tez bo'l. Mana endi bu qurollarni bu yoqqa qo'yamiz. Boshqalarni keyin joyiga qo'yib qo'yamiz do'stlar. Shu bilan tezroq videoni tugataman. Kamerani qo'yaman. Do'stlar, men bu qo'yib qo'ygandan keyin bugungi video menimcha qiziqarli bo'ldi. Qishloqqa bizda shunchalik yashirganmi? Endi bilyapman buni. To'xta. Bochkalarni joyiga qo'yib qo'yamiz. Mana bu yerdan kirsa ham bo'ladi menimcha. Mana shu yerda mana. Bitta yopib qo'yamiz, bitta bo'lib qo'yib. Nimaga yaptım? Bir yerden çıkamayım ki. Bochkalarni qo'yaylik. Hoppa, qani turgandami? Bu mana qani mana chiroyli qo'ydim menimcha. Mana bu yerdan chiqib ketamiz. Joyiga mana shu yerdan. What the fuck? Mana endi chiqib olamiz. Do'stlar, tez qilish kerak. Zo'r kelib qolmasidan oldin. Bosib qilib qo'yamiz. Do'stlar, bizni kamera qilib to'xta. Mana do'stlar, shu bilan bizning videomiz yakunlandi. Bunday videolar tez chiqishi uchun like va obuna bo'ling. Mayli, like ham kerak emas. Obuna tugmachasini bosib qo'ysangiz bo'ldi. Xayr do'stlar.